Salom hammaga, meni kuzatuvchilarim, podpischiklarim uchun keldim. Ko'ramiz. Baxt eshiklari, omad eshiklari, ish polni o'chirim qilamiz. Baxt eshiklari ochiladimi bizga? Omad, baraka eshiklari ochiladimi deb ko'ramiz. Xullas, ham kitobdan ko'rib beraman, ham kartalardan ko'raman. Qaysi birlarisini energiyalari tushsa, shuni tanlashlaringiz mumkin. Ikkita karta qo'yaman. 1, 2. Bu yoqda birinchisiga buni qo'yaman, ikkinchisiga esa bu kartani qo'yaman. Qaysi biriga ko'proq energiyalari tushsa, shuni tanlashlaringiz mumkin. Karta tanlov qilamiz. Xullas, oxiriga kitobdan ko'rib beraman deb niyat qilib turibman. Like bergan, obuna bo'lganlar uchun, birinchi kartani tanlaganlar uchun ko'ramiz. Birinchi karta, bu ikkinchi karta. Ko'rinib turgan bo'lsa, birinchi kartadan boshlaymiz. Birinchi kartadan boshlaymiz. Baxt eshiklari, omad eshiklari ochiladimi deb ko'ramiz. Like bergan, obuna bo'lganlar uchun shifoli bo'lsin, xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Baxt, omad eshiklari ochiladimi? Hayotimizda yangi insonlar kirib keladimi? Ishimizda qanday o'zgarishlar bo'ladi deb ko'ramiz. Pul taraflama, omad, baraka taraflama ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Nimagadir qo'rquvlar bor bizda. Qo'rquvlar bilan turibmiz, siqilishlar bilan, ko'z yoshlar bilan. Kimdir yuragimizni qattiq og'ritibdi. Shu kecha kunduzlarda yuragimizni qattiq kimdir og'ritgan. Uchinchi kishilar sababli bo'lishi mumkin. Bu yerda uylanmagan yigitlar, turmushga chiqmagan qizlar qattiq stressga, tushkunlikka tushib qolgansizlar. Nimagadir yuragingiz siqilib, havo yetishmasdan turibsiz. Bu yerda esa bir yiqilish, buzilish hayotingizda bo'lgan. Bu yerda hayotingiz yaxshi bo'ladida, yana bir antor-to'ntar bo'lib, mana shunaqalar holatlar yashab turibsizlar. Chunki hayotingizga kirib kelgan inson ham boshiga bir yaxshi bo'ladi, hammasi yaxshi bo'ladi. Keyin aytasiz, oldinroq mana shu insonni uchratmagan ekanman deysizda, yana u nimadirlar bo'ladida, hayotingizdan chiqib ketadi. Mana shunga, mana ham baxtim ochiladi, mana ham bir insonlarga o'xshab baxtli yashashga haqqim bormi deb juda ko'p stress olgansiz. Oldingi hayotingizda, oldingi ro'zg'oringizda yoki oldingi yashab turgan erkakdan juda qattiq stress holatga tushib qolgansiz. Yana shu takrorlansa, masalan, qo'rqasiz, qo'rquv bor sizda. Mana shu hayotim yaxshi bo'ladimi, bo'lmaydimi, yana ko'chaga qolib ketamanmi, bu bilan munosabat qilsam yana qolib ketamanmi deb juda ham ikkilanishlar bo'lib turadi sizga. Bu yerda ko'p aldanish bo'lib turibdi sizga. Ko'p aldanish. Mana shu bilmagan holatda, mana shu bir insonga ishonib qolasizda, unda aldanib qolasiz. O'zingiz bilmagan holatda xom xayollarga berilasiz. Keyin stress holatlar, tushkunlikka tushib qolishlar, yo'qotishlar. Ko'p ishonuvchan insonsiz. Ishonuvchanligingiz oyog'ingizga uradi, pand yeysiz. Mana shunaqa holatlar bor ekan bu yerda. Kimdir ajralish nimasida turibdi, ajralish yoqasida. U bilmagan holatda siz bilan ajrim yoqasida turibsizlar. O'zi bilmayapti nima qilib turganini u inson. O'zida emas u inson, o'zini xayollari bilan. Qancha inson buni qaytarmoqchi bo'lib turibdi bu yo'lidan, lekin bu qaytmayapti. Lekin pushaymonligi bo'ladi bu ishda. To'ylar bor ekan, xursandchiliklar bor ekan, baxt ochilishi, to'ylar, xursandchiliklar, nikohga olishlar bor ekan. Kimlardir qachondan beri nikohga olaman deb yuribdi, lekin nikoh qilmayapti. Hayotingizda bir yaxshi taraflama o'zgarishlar bo'lishi, bu oila davrasida xursandchiliklar, eringiz, farzandlaringiz bir oila bo'lib, yangi uy olib, unga ko'chishlar, baxt eshiklari ochilishi, bir yiqilish, buzilish, hayotingiz to'ntar, antar-to'ntar bo'lgan. Yana shu tufayli yana qaytadan hayotingiz baxt eshiklari ochilishi bor. Hayotingiz, ro'zg'oringiz, oilangiz, farzandlaringiz, yangi uyga ko'chishlaringiz, baxt eshiklari ochilishi bor ekan. Kimlargadir farzand ko'rinib turibdi. Farzandli bo'lasiz. U farzand omadli, barakatli, fayzli kelishi bor dunyoga, Xudo xohlasa. Ana shu homiladorlik nimasi chiqib turibdi, homilador bo'lish ehtimoli bor deb turibdi bu yerda. Ishlarda esa, ishlarda bir ishdan ketgansiz, qarz bo'lib ketgansiz, minusga kirib ketgansiz. Erkak kishilar sizlarga ko'proq taalluqli, qo'rqib qolgansizlar. Chunki mana bir ishni olgansizlar, mas'uliyatni bo'yingizga olmagansizlar, u ishingiz minusga kirib ketgan, endi pushaymonlik, stress holatlar bilib turibsiz, qaysi taraflama, qaysi tomonlama xato qilganingizni bilib turibsiz. Dokument, qog'oz, ruchkali ishlaringiz bor ekan.
siqilib qolgansiz, yo'l chiqib turibdi, qayergadir borish, qayergadir kelish, safar yo'llari yo'l chiqib turibdi. Keyin birovni qalbini, yuragini og'ritmang deb turibdi, chunki bir-birlaringizni yuraklaringizni qattiq og'ritib turibsizlar. Juda ham siqilib qo'ygansizlar, ko'z yoshlari, siqilishlar bilan, lekin qarzlardan chiqib keta olasiz. Qo'rquvlardan chiqib keting, qo'rqmang. Bir ishni boshladingizmi, dadil qadam tashlang, Allohga tavakkal qiling, qadamingizni boshlang. Bir yiqilasiz, yana turasiz, yiqilasiz, yana turasiz, orqaga yo'l yo'q, faqat oldinga, oldinga, oldinga. Ayollar katta pul bilan turibsizlar. Xudo xohlasa hayotingiz, kelajaklaringiz yaxshi bo'lish, baxt, omad eshiklari, pul eshiklari ochilishi kutilmoqda sizlarga. 6 kun, 6 hafta, 6 oylar ichida o'zgarishlar bo'lishi bor deb turibdi. Kimdir yuqori lavozimlarga ega bo'lishi mumkin, kimdir boshqa bir ishiga o'tib ketishi mumkin, kimdir bir katta obyekt yoki kimdir bir katta bir nima ish olishi mumkin. O'sha ishini olgandan keyin hammasini dokumentini hal qilib, keyin ishni oling. Be'tibor bo'lmang demoqchiman. Kimdir uy olmoqchi, uyni dokumenti unchalik chala bo'lishi mumkin, shunda ehtiyot bo'ling, aldanib qolmaslik uchun. Kimdir mashina olmoqchi, mashinada ham ehtiyot bo'ling, yaxshi mashina olish uchun. Darrovgina hammaga ishonaverib nima qilavermang. Nima desam, mana hamma joyni tekshirib, proverka qilib, darrov shunday qarab, vau deb xayollarga berilib ketib, keyin pushaymonlik bo'lmang demoqchiman. Shu kecha kunduzlarda tushlar ko'rib turibsizlar, tushlaringiz toshna chiqib turibdi. Yaxshi, birovlaringizni qalblaringizni, yuraklaringizni og'ritmanglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Qo'rquvlardan orqaga chekining, qo'rqmang. Bir ishni boshladingizmi, tamom, oldinga qarab keting. Ayollar, barakalar bilan turibsiz. Avgustning oxirlari, sentyabrning boshlariga baraka bilan turibsiz. Nimanidir bo'lisha olmayapsizlar, nimanidir tenglasha olmayapsizlar, nimagadir bo'lisha olmay turibsizlar. Nimagadir erkak kishi, ayol kishini, ikkita ayol bir erkak tortishib turibsizlar, o'rtada erkak qo'rqib qo'ygan deb turibdi. Qo'rqib o'tiribsiz, bir ishni boshlashdan oldin juda ham qo'rquvdasiz, shu ishim o'xshaydimi, o'xshamaydimi deb. Mana qarmoq tashab turibsiz, baliq tushadimi yo'q, bu omadingizga bog'liq. O'sha uchun bir ishni boshladingiz, qo'rqmang, ikkilanishda bo'lmang, ikkilanmang, oldinga faqat qarab ketavering. Bu yerda o'z ustingizda ishlaganlar bor, ishdan yiqilishlar, buzilishlar bo'lgan, yangi ishga kirayotganlar bor ekan, yangi ishga ishingiz yaxshi bo'lib ketadi, xudo xohlasa. Bu yerda hozirgi vaqtda uy olaman deb pul to'dalab, pul jamlab turibsiz, ozgina yetmasligi mumkin, qarz bo'lishingiz mumkin, olasiz o'shanga ham. Bu yerda siqilishlar, ko'z yoshlar bilan turibsiz, mana shuni nima qila olmayapsiz, qayerga xato qildim, nima qildim, nimaga bu tupikda qolib ketdim deb juda o'ylovda, qaysi rasxodlarni xato qildim, qaysi chiqimlarni behuda sarfladim deb o'ylovda qolgansiz. Barakali ayolsiz, lekin barakali ayol bo'lganda ham hammasini birdaniga yetisha olmaysiz. Hammasi birdaniga o'zingizniki bo'lmaydi. Ana u nimaga ham litsenziyaga ham bitta tepaga chiqarasiz, chiqadi. Siz birdaniga hammasiga erisha olmaysiz, hammasiga birdaniga yetishish qiyin. O'zingizga ham, sog'ligingizga ham zarar bo'ladi, energiyangiz yetishmaydi, kuchingiz yetmaydi, asablaringiz charchaydi, o'sha kelib turgan joylarda ham o'sha narsa kelmay qoladi. Chunki shuncha kelgani bilan yana shuncha xohlayapsiz. Qancha ko'p bo'lsa shuncha ko'p xohlab turibsiz, lekin unga kuchingiz yetmaydi. Xoh ayol bo'ling, xoh erkak bo'ling, buni farqi etmas. Faqatgina o'zingizning kuchingizga yarasha siz ishlaganingizni ishlab pul topasiz. Hammasini birdaniga qila olmaysiz. Ham mashina, ham uy, ham boshqasini birdaniga qila olmaysiz. Sekin ko'tarilish bor. Faqatgina ochko'zlik qilmang deb turibdi. Yetishasiz o'shanga, faqat ochko'zlik qilmang. O'ta charchabsiz. Dushmanlarning gap so'zlaridan, g'iybat tuhmatlaridan, nima deydi? Tuhmat dashnolardan charchadingiz, gap so'zlardan charchadingiz. O'sha negativ narsalarni o'zingizga olavermang. Boshqalar bilan ishingiz bo'lmasin. Vau, sizni hayotingizda qiziqadigan insonlar juda ko'p ekan. Er-xotin yoki mana shunaqa oilaviy bir birgalikda ishlab turibsiz, yuqori lavozimlarga, yuqori cho'qqilarga, niyatlaringizga, orzularingizga yetishib turibsiz. Boshqa bir insonlar esa sizni taji qo'l uchi bilan ko'rsatib turibdilar. Mana shu hayotlari birgalikda er-xotin yo birgalikda oilaviy harakat qilganlar uchun
mehnat qilib turibdilar, mehnatlarini hosilini yeb turibdilar. Lekin samanga unchalik endi bunisi xotiniga aytib turgan bo'lishi mumkin. Bu o'zlaringizni yaqinlaringiz ko'ra turib, bilib turib, lekin bilmaganday o'zini tutib turibdi. Sizni maqtab turgan insonlar bu kishiga yoqmayapti. Sizni maqtayaptilar, lekin bu kishiga yoqmayapti. U o'zingiz bo'lishi mumkin yoki qaynopangiz yoki qaynonangiz yoki boshqa o'zingizniki ichlaringizdan bo'lib turibdi shunaqalar. Xo'p, nimanidir bo'lisha olmayapsiz, nimagadir pulingiz yetmayapti, hisob kitobingiz to'g'ri kelmayapti, o'ylovda qolgansiz. Bu yerda uchta почти ikkita yo'l sizda. Ikkita yo'l, ikkita ish, ikkita munosabat. Qaysi birini tanlashni bilmayapsiz, boshingiz qotgan. Qaysi birini tanlashdan oldin o'ylab ko'ring, bir qarorga keling. U ishning orqasida xayr bo'ladi shunda. Bu yerda esa qandaydir dokument, qog'oz, ruchkali ishlar bo'lib turibdi. Shu ishim hal bo'ladimi deb turibsiz. Shu ishingiz o'zingiz ustida ishlang deb turibdi. Birovga tashlab qo'ymang, birovga pul berib o'sha ishingizni qilmang. O'zingiz hal qiling o'sha ishni. Yo'lga chiqmoqchisiz, safarga ketmoqchisiz yoki safardan qaytmoqchisiz. Nimadir bir katta narsa, bir qimmat narsa sotib olish niyatingiz bor ekan. Aqlingizdagi inson hozirgi vaqtda o'zini beparvoligi bilan hamma taraflama quruq bo'lib turibdi. Puldan ham quruq qolgan, munosabatlarga ham quruq turibdi. So'y turibdi. Bu yerda esa qattiq stress holatga tushib qolgansiz, pushaymonliklar bilan turibsiz, nimagadir yo'qotishlar bo'lgansizda, o'sha yo'qotishlar orqasida ko'karish, oldinga qarab ketish, yana mehnatingiz orqasida juda bir yaxshi daromadga kirishlaringiz, omad, baxt eshiklari ochilishi bor. Lekin siz qilgan mehnatingizni bir kishi chilparchin qilish niyatida, lekin siz oldinga qarab yana ko'karish bo'ladi. U inson, orqangizdagi inson yana orqaga qolib ketaveradi. Chunki orqadan ish qilgan inson hamisha orqaga qolib ketaveradi. Buni unutmang. Orqadan ish qiladigan inson hamisha orqaga qoladi. Shuning uchun birovning orqasidan hech qachon cho'g' qazimang. O'sha nimaga cho'g'ga o'zingiz tushib qolishingiz mumkin. Shuning uchun ko'nglingizni keng qiling, qalbingizni keng qiling, faqatgina yaxshi motivatsiyada bo'ling. Insonlarga nisbatan nafratni yo'qoting. Ishingiz ham yaxshi bo'lib ketadi, baxtingiz ham yaxshi bo'lib ketadi, hayotingiz ham yaxshi bo'lib ketadi. Faqatgina yaxshi energiyada bo'lishingiz kerak. Ikkinchi kartani tanlaganlardan ko'ramiz. Ikkinchi kartani tanlaganlar ikkinchi kartani tanlaganlar ko'ramiz. Baxt, omad, pul eshiklari ochiladimi? Baxt, omad, baraka, pul eshiklari ochiladimi? Baxt bu endi o'zingiz baxtingiz, pul, omad, baraka ochiladimi deb ko'ramiz. Nimaga shu kecha kunduzlarda o'ta charchabsiz? Hamma taraflama charchagansiz, siqilishlar bilan turibsiz. Ozgina sog'ligingiz ham yaxshi bo'lmay qopti. Eski uy xayollariga berilgansiz. Eski uy xayollaringiz, o'tmishingiz bilan bog'liq narsalar bilan miyangizni chalg'itib qo'yibsiz. Bu yerda esa ko'rib turgan narsam, u inson bir paydo bo'ladi, bir yo'qoladi, bir paydo bo'ladi, bir yo'qoladi. Shunaqa holatlar bo'lib turibdi. Ko'z bo'yamachilik bo'lib turibdi bu yerda. Ko'zingizni ko'r qilib, boshqa narsalar ham qilib turibdi. Boshqa yo'llarga ham borib kelib, yana sizga kelib, ba'zi o'zini so'zlari bilan, o'zini nimalari bilan yana aldab turibdi. Xuddiki hech narsa bo'lmaganday, uni xayoliga hech narsa bo'lmaganday, siz bilmayotgandaysiz, lekin hammasini bilib, sezib turibsiz bu yerda. Lekin juda ham shustri, juda ham ayyor, tulki bu inson. Ozgina ehtiyot bo'ling, chunki boshqalarga ham borib keladi, sizni oldingizga shumshayib, pismayib, qilgan ishni qilib o'tiradi. Ana shuni bilib turib ham o'zingiz ham charchagansiz. Baxt, omad eshiklari
Uyda ko'p ishlab turibsiz, shu kecha kunduzlarda juda qattiq ishlab turibsiz, qo'lingizga pulning kelishi bor deb turibdi, bir ehson qilishingiz kerak ekan, bir qayerdandir katta krupni pulning kelishi bor ekan, o'shandan ozgina ehson qilishingiz kerak ekan, yoki kimdandir pul berishingiz kerak, yoki kimdandir pul olishingiz kerak. Shunaqa holatlar, yangiliklar, xabarlar bo'lishi bor deb turibdi. Bu yerda kimdir bir yangi tadbirkor nimadir ishlab chiqarish, nimadir yo'lga qo'yish tadbirkori bilan ishlash niyatida bir ish boshlamoqchi ekan. Harakatingiz bor, hech kimga e'tibor bermang, hech kimga ishonmang, o'zingizni yo'lingizni o'zingiz qilavering deb turibdi bu yerda. Sizni shu orqangizdan ish qildilar, yiqitdilar, orqangizdan pichoq urdilar, hamma tomonlama baxt, omad taraflama, pul taraflama, ish taraflama orqangizdan ish qildilar, orqangizdan pichoq urdilar. Boshqalar ko'rib tomosha qilib o'tirdilar, mazza qilib. Yaxshi qilgan ishing uchun, qilmishing uchun jazoingni olding deb kuldilar ustingizdan, juda katta bir minusga kirib ketdingiz, u uchun kuldilar, masxara qildilar, yaxshi bo'ldi deb xursand bo'lishdi dushmanlaringiz. Bu yerda esa bir baxt eshiklari ochilishi bu yerda bor, lekin bilasizmi bu qanaqa baxt eshiklari bor bu yerda. Qachonki o'tmishingizni polni unutsangiz, Allohga shukr qilsangiz, Allohga tavakkal qilsangiz, hayotingizdan, taqdiringizdan qachonki minnatdor bo'lsangiz, sizga baxt eshiklari ochilishi bor deb turibdi bu kartani tanlaganlar. Bu yerda esa bu yerda ko'rib turganim tug'ilgan kun, qutlovlar, xursandchiliklar, bu yerda ham oilaviy davrasida bir to'kin sochinlikda nimanidir qutlaysizlar, xursandchiliklar ko'rinib turibdi yaqin oralarda, yaqin kunlarda xudo xohlasa. Yaxshi. Ustiga bu kartani ham qo'yib chiqaylik. Yo'q, bu emas edi, menimcha bunisi. Baxt, omad eshiklari ochilishi bormi deb ko'ramiz. O'zingizni oqlashga ko'p urinmang. Qayerda xato qildingiz, o'zingizni oqlashga harakat qilmang, chunki tushunishni xohlamayapti. U aqlingizdagi inson juda ham o'zini yaxshi ko'radigan, o'zini hurmatini biladigan, o'zini shunday nima qiladigan inson bu, bilasizmi? Arzitadi. Arzitmoqchi bu o'zicha. Men unday qilib bilaman, bunday qilib bilaman, mingtasi bilan yurib bilaman, kerak bo'lsa bitta sanmisan degan, o'zini juda ham katta tutadi, o'zini o'ta katta tutadi, kimlar deb his qiladi. Bu yerda aqlingizdagi inson bir katta yutuqqa, nimaga ega bo'lishi mumkin. Yiqilgan, turib yana bir ishni boshlamoqchi, katta bir yutuqqa ega bo'lish niyati bor ekan, shuni o'ylovlarda yuribdi. Pul taraflama harakat bor, bir eshiklar yopilgan, yopiq eshiklar bo'lgan. Yopiq eshiklar bo'lgan, lekin u eshiklarda sizga yopilgan sababli ba'zi bir insonlarni dushmanchiligi sabab bo'lgan, siz yiqilish bo'lgansiz, eshiklar yopilgan. Yana harakat qilsangiz, yana oldinga qarab ketasiz, baxt eshiklari ochiladi. Sizga ko'p napadaniya qildilar, sizga ko'p dushmanchilik qildilar, erkaklar sizni yiqitdilar. Lekin yana konkurentingiz katta ekan. Mana shu uchun ham o'ylab o'tirmasdan harakatingizni boshlashingiz kerak ekan. Minusga kirib ketgansiz, siqilgansiz, lekin turib harakatingizni qiling. Yig'lab o'tirmasdan, siqilib o'tirmasdan, hammaga ham hammani o'zingizga do'st deb hamma sirlaringizni aytmang. Bir katta inson bilan bir tanishuv, erkaklar nimasida, u ish sizda juda bir katta omadlarni eshigini ochilishi bor deb turibdi. Mana shunda bir buni qo'ldan chiqarmaslikka harakat qiling. Bir shartnoma asosida bir katta biznes boshlamoqchisiz. O'shani qo'ldan chiqarmaslikka harakat qiling, chunki u foyda katta bir sizni yuksalishlarga, cho'qqilariga olib chiqishi bor. Ana shu uchun har bitta qilgan ishingiz, har bitta gapirgan gapingiz yoki olgan ishingizni ustida o'zingiz ishlang. Hech bir insonga ishonmang. Katta bir obyekt olmoqchimisiz yoki kim bilandir bir shartnoma tuzmoqchimisiz? U juda ham orqasi bir
Mana shu ishingizni orqasidan ana shuni uddalab bilsangiz, mana shu ishingizni orqasida sizda e, non bor, pul bor, baraka bor, eshik, baxt, omad, baraka, pul eshiklari ochilishi kutilmoqda. Mana shu baxtni, mana shu vaqtni, mana shu baxtni, mana shu yutuqni qo'lingizdan chiqarmaslikka harakat qiling. Shuni chiqardingizmi, o'sha ketdingiz degani. Shuni qo'lga kiritdingizmi, o'sha bu yog'i ishingiz bitdi degani. Aha. Ana shu uchun bu yerda hamma bilan qo'pollashib, quloqsizdagi ishchilar bilan baqir-chaqir qilib, mensimaslik qilmang degan. Ehtiyot bo'lib baribir ishni qiling. Nimaga bu kartada faqat erkaklar chiqibdi? Bu yerda aqlingizdagi inson hozir o'y, xayollari, fikri faqatgina ishida bo'lib turibdi. O'zini problemasi, o'zini muammolari bilan turibdi. Unda ming o'ylovlar, ming xayollar. Ishini o'ylab turibdi, faqat ish, kecha kunduz ishini o'ylab turibdi. Nimagadir bu siqilib qolgan, kimgadir nima desam, bilmayapti, anavi mehr axtaribdi, keyin bir mehr ham emas, kimgadir bir suyanib qolishni xohlayapti, kimgadir suyanmoqchi, lekin o'zi xohlagan inson bunga paydo bo'lmayapti. O'zi xohlagan insonga suyana olmayapti. Bir devorga suyanib qolganday bo'lgan inson zotiga o'sha suyanib bo'lmaydi. Na ayoliga, na erkagiga deyapti aqlingizdagi inson. Ana shu qandaydir ishonchsizlik bo'lgan, ishonchini yo'qotgansiz, endi ishonmayapti. Ana shu uchun kimga suyanishini bilmayapti. Oldin sizga gaplarni aytgan, rejalarini aytgan, sirlarini aytgan, hozir umuman hech narsa deya olmayapti. Chunki o'sha aytgan gaplarini kimdandir eshitib qo'ygan yoki urushib qolganingizdan keyin uni yuziga aytib qo'ygansiz. Mana shu uchun juda ham hozirgi vaqtda kimga suyanishni bilmay qolgansiz. Aytishingiz mumkin, menga hozir gapini aytmayapti, avvalgidek munosabatim emas, menga o'zini yaqin tutmayapti deyishingiz mumkin, lekin 100% vinovat o'zingizda bo'lib turibdi. Mana shunaqa. Bu hammaga ham to'g'ri kelmaydi. Ayrim joylarni yashab o'tishlaringiz mumkin. Ayrim joylarni o'zlaringiz uchun adelni oshtirmoqchi bo'lsangizlar, +7lik bilan oshtirishlaringiz mumkin. Telegram, WhatsAppdan keyingi hozir oshirimda, bo'lmasa kitobdan ko'rib beraman. O'sha bu yoqda ko'payib ketdi. Adelni kitobdan ham ko'rib beraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana uchrashguncha xayr.